Assalomu alaykum qadrli do'stlar, sizlar bilan Davronbek. Kim o'zi? Obyektiv yondashuv kanali admini va ko'plab ijtimoiy tarmoqlarda o'zini faoliyati bilan she'rlar, hikoyalar, qiziqarli videolarni olib kelayotgan va odamlarga manzur bo'layotgan Davronbekman. O'zimni maqtavordim albatta o'zim. Men bugun sizlarga foyda bo'lishi uchun va savob ilinjida asalarining ramkalarini qanday qilib tayyorlashni o'rgataman. Ya'ni bu ramkalarga mum pardani qo'yishni o'rgataman. Men senga aytsam, ziraligingga qoyilman-da oshna. Eslatib o'taman, men o'zim ham hozir shogirdman, lekin o'zimdan kelib chiqqan holatda, o'zimdagi sharoitdan kelib chiqqan holatda o'rgatmoqchiman. Barakalla, barakalla. Asalarining mutaxassislari sizlarga alohida aytaman. Meni xato kamchiligim uchun ming bor uzr so'rayman, chunki sizlar mutaxassislar, men o'zim hali yangiman. Menda hali bu mum pardani o'rnatish uchun menda o'sha o'zini roligi ham yo'q hatto. Roliksiz holatda qo'yaman. Albatta ko'rishda davom eting. Kanalimga yangi bo'lsangiz albatta like bosib, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Mayli, roziman. Roziman. Otasini o'zi ajoyib odam. Otasini aytgan. Butun umr mahalla komissariyamdan o'tgan. Ko'p gapirib o'tirmayman, biz boshlaymiz. Mana bu asallarning ramkasi bo'ladi sizlar. Bunda 5 ta sim tortilgan bo'ladi. 5 ta sim tortilgan bo'ladi. Buni vazifasi o'sha mum pardani qo'yganda mum pardani ushlab turish uchun. Xo'p, mana bu esa mum parda bo'ladi sizlar. Biz buni hozir o'rnatamiz. Bu ramkamizning tepa qismi, bu esa past qismi. Past qismi albatta ochiq qoladi. Tepa qismidan mo'ljallangan holatda qo'yamiz mana. Tepa qismi mana 0 bo'lgandan keyin chekkasiga mana chekkasiga mana qo'yamiz. Xo'p. Azizlar, undan oldin bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Ramkalar kelganda mana bu simlari bo'sh bo'ladi. Bu simlarni o'zingiz uyda sekin tortib qattiq holatiga keltirasiz. Qattiqroq bo'lishi kerak. Ya'ni bu o'zi osilayotgan bo'ladi. Buni siz tortib qo'l bilan faqat nozikroq sim imkon qadar qattiq tortaman deb harakat qilmang, chunki sinib ketishi mumkin, uzilib ketishi mumkin. O'shaning uchun buni normal holatda mana ko'rishingiz mumkin. Normal holatda qilib tortasiz. Va mum pardamizni tepa qismidan 0 ga mana qo'yib, mana hozir ko'rsatay. Mana tepa qismi mana pastdan mana ochiq qoldi. Endi buni sekin tarib chiqamiz. Chekkalarini mana chekkalarni sal ikki chetini avvalga qo'lingiz bilan yengil bosasiz. Uchlarini oxirigacha bossangiz yirtib yuborasiz chekka qismini. Uchlarini nomiga bosib chiqasiz. Uchlarini nomiga. Eslatib o'taman, agar sizda 4 ta ramka bo'ladigan bo'lsa, 4 ta ramkaga 4 ta mum parda olasiz, to'g'rimi? Endi uni yamash jarayonlariga ham qoldiqlari kerak bo'ladi-da, ya'ni to'rtburchak holatda mum pardalar kerak bo'ladi. O'shaning uchun 4 ta ramkaga 4 ta mum parda bo'lgandan keyin bitta ortiqcha mum parda olasiz, katta, shu razmerda. Chunki buni chetidan kesib, qirqib biz yamash jarayonlarini qilamiz. Ya'ni Ejimturay. Maymi o'ynatyapmanmi? Ukam asabga tegma. Shunaqa uraman, shu nesh turganimni sanab yarim umring o'tib ketadi. Nervga tegma. Mustahkam ushlash maqsadida turburchak shaklida biz kesib chiqamiz. Hozir men ko'rsataman shuni sizlarga, qarab turing. Mana chekka qismi bilan mana 1 sant mana. 1 sant holatda kesamiz. Mana bunday holatda bo'ladi va siz buni o'sha turburchak shaklida kesib chiqasiz sizga. Kana ichiga tushadigan darajada bir taxta bo'lishi kerak. Hozir aytaylik. Men buni tasavvur qiling, qaynagan suvdan olib kelyapman. Hozir gazda qaynagan suv turibdi. Buni men qaynagan suvdan olib keldim. Tasavvur qiling. Va birinchi navbatda biz mana oldi qismi mana sim tomoni emas. Mana oldi qismini mana ikki chetini nomiga 3 qismlarini tagiga burchagiga botirib olmang. Burchakka botirsangiz uzilib ketib qoladi ana bu mum parda. 3 qismlarini bir marta qaynagan suvda bo'ladi-ku bu. Issiqlik hisobiga bu eriydi. Bir marta bunday qilib urib olasiz. Keyin bu tomonini, uchlarini. Bu qotdimi? Qotgandan keyin biz birinchi qiladigan ishimiz gazetani qo'yamiz. Chunki bu yopishib qolmasligi uchun bu mum parda hozir biz buni og'darib qo'yganimizda bu yopishib qolmasligi uchun mana oldi qismiga mana gazeta yopishtiramiz. Endi buni astalik bilan mana qarang. Astalik bilan bir chekkadan qo'yamiz. Mana.
Mana uchlarini mana. Yurg'izdik. Ko'p botirish shart emas. Ko'p botirsangiz erib ketib qoladi. Nomiga yurib qolsa bo'ldi. E'tibor bergan bo'lsalaring mana nomiga mana sal-sal mana shu qizigan, qaynagan suvdagi temirni hisobiga sal-sal qizdirib arg'icha ochib, ozgina. Mana bu simlarni yopishtirdik. Simlar yopishdi. Ko'p yopish shart emas, chunki ko'p bo'lsa bu teshilib qoladi. Bu nihoyatda nozik narsa. Xo'p, azizlar, qo'limizdan kelgancha mana simlarga mana yopishtirib oldik mana. Endi buni mana shunday holatda endi bularga mana sizga aytgan o'sha ortiqcha biz olgan munpardaning to'rtburchak shaklida kesib olib, buni endi har bitta simlarning orasiga yopishtirib chiqamiz. Mustahkam ishlashi uchun to'rtburchak shaklidan kesib olamiz ko'pgina qilib. Buni endi yopishtirib chiqamiz o'rtoqlar, mana bundoq qilib. Bu yaxshida, bu chunki bu mustahkam ushlab turadi. Mana tayyorlab olganman. Ma'lum bir masofada qo'yaverasiz. O'sha endi men ham yangiman-da akalar, ukalar. O'rtoqlar, endi sizlarda savol tug'iladi. Sanja u deyapsan, bu deyapsan. Qani so'kib o'tirmanglar yana. Bu bo'lasan nima qilyapsan sen? U bu deb. Prosta men haligi yangi voyamda men taxtam yo'q-da mana. Buzib qo'yay dedim. Yangi o'rganuvchilar uchun-da bu akalar. O'zim ham hali shogirdman. Hurmatli tomoshabinlar, aka-uka, opa-singillar. Endi savobli bo'lsin, shu savobga erishaylik deb shu nima qilsak shu yaxshilik yo'lida qilamiz-da. Kimdir ko'rib o'rgansa, zichcha bo'lsa ham savob bo'ladi. Endi xatosi bor deyishingiz mumkin, lekin bu juda katta xato emas deb o'ylayman, chunki favqulodda ramka yasash kerak bo'lib qolgan jarayonda mana shu video ham qo'l kelishi mumkin. Bilganingni qil. Imkon qadar mana shunga mos taxta yasab olinglar. Mana izlab, siz bilan biz kutgan vaqt ham yetib keldi. Biz ramkamizni tayyorlab bo'ldik. Ramkamiz tayyor holatda. Texnika mo'jizasini ko'rganman-ku. Lekin bunaqasini Munparda o'rnatilgan. Mana qadrli tomoshabin ko'rishingiz mumkin yaqindan. Aferin qoyil, aferin buyuk iste'dod. Ramkamiz tayyor bo'ldi. Xato va kamchilik uchun mutaxassis va professional asalarichilardan uzr so'ragan holatda, sizga sog'lik va salomatlik tilagan holatda videomizga yakun yasaymiz. Hammangizga rahmat e'tibor uchun. Shu kungacha ko'plab foydali maslahatlar qo'ydim videoga. Albatta, yana o'sha gap. Savob uchun qo'yaman qo'ysam. Telefondagi muammolar, telefon haqida foydali maslahatlar, murabbolar, shifobaxsh narsalar haqida va mana asalarining ramkasi haqida ham Xudo xolasa inshaalloh foydali maslahat qo'ydim degan umiddaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, xonadoningizda fayz baraka arimasin, to'ylar qiling, boshingiz to'ydan chiqmasin. Omon bo'ling.